Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan mana shu bir qavat karnizga tikilgan fasonimizni ko'rib chiqamiz. Mana o'qituvchimiz tayyor qilib qo'yganlar. Sizlar bilan shuni obzorini ko'rib o'tamiz. Mana do'stlar, turishini ko'rishingiz mumkin. Motorlari ham o'sha oxirgi stildagi motorlardan tikilgan. Bu shunaqa zakaz bo'lgan, shu ranglardan. Shu zakazimizda ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonlarini ko'ring. Endi biz bu fasonga ozgina hozir qo'shimcha qilganmiz. 3-qavatini ham qo'shganmiz. Mana do'stlar, eng sizga qiziq bo'lgan joyini ko'rsatib o'taman. Mana orqasidan защитный qilish uchun korset orqasiga rezinka tikilgan. Biz diva rezinkadan tiktirganmiz, mana uchimiz tikib berganlar. Diva rezinka qattiq ushlashi uchun. Endi mana orqasidagi atlas videoni ko'ring. Bunga ham rezinka tikilgan orqasiga. Mana similgak bilan mana shunaqa yetkazib olasiz. Shuni davom ettiramiz. Buni ko'rishingiz mumkin do'stlar, orasida turishlari qanaqa turishini. Yana o'zi tepada yana ilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana do'stlar, hozir ana ikkinchi holatini ko'rishingiz mumkin. Birinchi ilib ko'rsatganimizda orqasida atlasli materiali yo'q edi. Mana o'zi biz unga o'sha temir ilgich bilan qo'shishga harakat qildik. Agar sizda xuddi shunaqa turbakanizga parda tikilgan bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda orqa tomondan atlasli materialni qo'shishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Tepada ilingan holati. Umuman turbakanizga og'irlik qilmaydi. Mana o'zini turishidan ham bilinadi. Xohlagan payt olib qo'yishingiz mumkin. Kerak bo'lmagan payt. Sinab ko'ring do'stlar. Juda ham qulay. Motorlarimizdan o'sha yangi chiqqan motorlardan zakazni ko'rsatib berdik sizga. Buni o'zingizga yoqqan usulda, o'zingizga yoqqan rangda tayyorlatishingiz mumkin. Yoki uyingizda shunaqa turbakanizga ilingan parda bo'lsa ham orqasidan zashitni qo'yishingiz mumkin.